Bunaqa mazali, sochniy, do'mboqqina vatrushkalarni ko'pi bo'lmaydi. Ayniqsa uy bekalari, ya'ni onajonlar tayyorlasa, nima deydilar. Xullas, idishga ilitilgan suv solamiz. Tuxumni oqini solamiz faqat xamirga. Har doim zo'r chiqadi xamir. Dro'jji, shakar, tuz hammasini solib aralashtiramiz. Vanilin ham sovurdim, bitta ko'rinmabdi. Xamir qorib, ozgina keyin margarin yoki sariyoni eritib sovuramiz. Shunda ham yumshoq bo'ladi, ham qo'lga yopishmaydigan bo'ladi. Har doim bir kun oldin qilib qo'yaman. Xolodilnikka qo'yib qo'yaman, mana shunaqa zo'r oshib chiqadi. Sizlar ham sinab ko'ringlar. Bu sinalgan usul. Ozgina dam oldirishga qo'yib, bu yoqda nachinkasini tayyorlab olamiz. Tvorog, shakar, tuxum, yarimta bo'lsa ham bo'ladi. Kraxmal aralashtirib olib qo'yamiz. Bu yoqda oshgan zo'lachalarimizni qo'yib, men stakandan foydalandim. Shunaqa dumaloq qilib bostirib oldim. Keyin vatrushkaning nachinkasini solib, duxovkaga 200 gradusga qo'yib yubordim. 35-40 minutda pishib chiqadi.